Hammaga assalomu alaykum. Pavloniya ishqibozlari, Pavloniya ekaman deb yurgan akalar, ukalar. Xudo xolasa 2025-yil 27-aprel sanasida olyapmiz. Ko'chatlarimiz sotuvga tayyor. O'zimiz mana ekishni boshladik. 16 mingta ko'chatni ekib, bundan oldingi videoda Xudo xolasa ko'rsatganmiz qanday ekilishini. Hop, mana ko'chatlarimizni bir ko'rsatsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa bir ko'rsating ko'chatlarni. Xudo xolasa ekishga tayyor. O'sha mashhur M1 sorti sovuqqa -30 gacha chidaydi. O'sha Xorazm bormi, Qozog'iston bor, Qirg'iziston bormi? Mana shu o'sha M1 sortini sinovdan o'tgan, mana 2019-yildan beri ekib kelinyapti. Agar so'raganlarga FT va 9501larimiz ham bor, faqat cheklangan miqdorda. 5000 10 000 atrofida ko'chatimiz bor, shu sotiladi, qolganini yana xudo xolasa dalaga ekamiz. Mana shu polniy tepa stilash qilingan ko'chatlar tezroq rivojlanish uchun tepada yerdan ko'tarilgan, balandroq qilib. Ichiga o'sha biogomus bilan to'ldirganmiz. Mana pastlarigacha poloniyalar. Bu tarafda yana boshqa ko'chatlarimiz bor. Yuravering-da. Xudo xolasa mana hali gap isboti bilan-da, mana shuncha bu ko'chat xudo xolasa serob. Bizni ancha yildan beri kuzatayotganlar biladi. Ko'chatga garantiya. Buni ekib, ko'kartirib olib, xudo xolasa duo qilib nima qilasizlar mana. 1 2 3 uchrayapti. Stilash buni 4 yat. Buning ichidan mana ko'rib turgan bo'lsalaring, terganmiz ichidan o'sha ekish uchun terdik. Xudo xolasa yana bu yerdan 5000 10 mingta sotamiz. Qolgani xudo xolasa ekib yoramiz o'zimiz. Shu narxlari asosiysi gapni o'sha ko'paytirmasdan narxlarni aytamiz. Narxlari 5000 so'mdan xudo xolasa qilib beramiz. Dastavkalarini faqat 1000 tadan ko'p olganlarga dastavkasi bepul. Kamroq oladiganlarga dastavkasini kelishilgan holatda banan korobkalarga solib jo'natib beramiz. Banan korobkadan xudo xolasa 3 kun 1 haftagacha любой joyga yetib boradi. Garantiyali. Qirg'izistonlik akalarimizga ham Qozog'iston, Qirg'izistondan ko'rayotganlar bo'lsa 1000 so'm minib qoladi har bitta ko'chatimizga. 6000 so'mdan bo'lib qoladi. Eng kam zakazimiz 3000 dona. Xudo xolasa olib o'tib beradigan o'sha tamojnida nimasini 50% zaklatini tashlaysiz. O'sha sizni respublikaga kirib borgandan keyin qolgan pulini to'lovini qilaverasiz xudo xolasa. FT M1 9501 sortlari bor. Основной zo'rini ekaman deganlarga mana o'sha M1da nihollari bor. Xudo xolasa bular kun sayin o'syapti mana. Ertaga xudo xolasa 3 kunda bular bir qarich bo'lib o'ta go'zal holatga keladi. Telefonlarga Telegram, WhatsApp orqali telefon qilaverasizlar, xudo xolasa javob beramiz. Necha pul?